Assalomu alaykum yurtdoshlar. Obunachilar e'tiborlarga rahmat. Mana Xudo xolasa inshaalloh bugun Cheslolarimiz 28-cheslo, iyun 28-i erta tongdan akalarimiz bilan birga kirdi chiqdiga nasib qilsa yo'l olganmiz. Mana har doim akalarimiz har doim 6 kishi. İnşallah mana reyslarimizni Xudo xolasa erta tongdan boshladik. Soatlarimiz 7:30 arafasida. İnşallah azangi yo'nalishiga qarab turib направленияni boshladik. Videolarimizni kuzatishga davom etingizlar. Inshaalloh birinchi chizlolar haqida ham sizlarga holatlar haqida ma'lumot berishga harakat qilaman har doimgidek. Qani dokumentni bog'lab borib kuzatib bo'lyaptimi? Qanagi rekord bilan degan gaplar, har xil gaplar chiqyapti. Qani ma'lumotlari sizlarga yetkazib borishga har doimgidek harakat qilaveramiz. Videolarni kuzatishga davom etingizlar. Inshaalloh reyslarimiz har sutkaga bir marta bo'lib turibdi. Karantinadagi nomerlarga aloqadamiz har doimgidek. Jigarlarimiz Surxondaryo, Dinov, Jizzax akalarimiz. Mana inshaalloh kafiyaga qorin to'qlab turib nasib qilsa yana yo'lga chiqishga harakat qilamiz. Keyingi videolar ko'rishguncha